Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz Shovot tumanida talaba qizning ortiqcha pul yig'ayotganligi bo'yicha murojaatimizni e'lon qilgan edik. Hozirgina bizga xushxabar keldi. Shovot tumani MMT boshlig'i, ya'ni Bobojanov Qahramon Yakubbayevich bizga o'zlari xabar berdilar. Ya'ni Shovot tumani ichki ishlari bilan hamkorlikda ana shu talaba qizni va maktablarda o'sha qizga sharoit yaratgan direktorlarni ham ichki ishlarga olib borishgan va u yerda tushuntirish ishlarini olib borishgan va hozirgi kunda bundan keyin bunaqangi harakatlarga chek qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Demak, bizga tushgan murojaatlar hammasi haqiqat ekan, ya'ni ota-onalardan tushayotgan shikoyatlar haqiqat ekan, ya'ni o'sha ortiqcha 350 ming so'm yig'ayotganligi haqiqat ekan. Biz Shovot tumani rayonosining boshlig'iga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bunday murojaatni bee'tibor qoldirmaganligi va uning ham bu holatdan xabari yo'qligini u ham bugun eshitganini aytib o'tdi. Bundan keyin mana shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, hurmatli Shovot tumanida ota-onalari bizga xabar berishingiz mumkin va biz to'g'ridan to'g'ri o'sha rayonoga xabar beramiz va biz hamkorlikni o'rnatdik bugundan boshlab. Demak, maktablarda bo'layotgan noto'g'ri harakatlarni biz o'zlariga xabar beradigan bo'ldik. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday harakatlar guvohi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta Hurriyat Zamon kanaliga murojaat qilishingiz mumkin.